Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz osteoxondroz va disk bo'yin osteoxondrozi va bo'yin disk grijasi haqida gaplashamiz. Bu ikkala kasallik asli bir xil kasallik emas. Xalq orasida osteoxondroz, bo'yin osteoxondrozi bo'lib qolibman, bo'yin grijasi bo'lib qolibman degan gap yuradi. Bo'yin osteoxondrozi asli meditsinada cervical disk degeneratsiyasi deb nomlanadi. Xo'p, bo'yin grijasi va osteoxondrozni farqlab olishimiz kerak. Osteoxondrozda bo'yin umurtqasi diski kompyuter o'ynash, telefon o'ynash, bo'yinni bir joyda harakatsiz qotish, ya'ni chevarlarda ko'p kuzatiladi. Bo'yinni enkaytirib bir joyda o'tiradi, 8-10 soatgacha ishlaydi. Buning natijasida qon aylanishi buziladi. O'sha diskda suvsizlanish bo'ladi, elastikligini yo'qotadi. Bu osteoxondroz kasalligiga olib keladi. Osteoxondroz kasalligi belgilari: bo'yin qotishi, bo'yin mushaklari qotishi, og'riq, harakatda og'riqning kuchayishi bo'ladi. Endi bo'yin disk grijasida esa bo'yin disk churrasi membranasi yorilib chiqadi va u bo'yin nervini ezib ikkilamchi belgilar paydo bo'ladi. Yelkadan boshlab qo'llarning uchigacha og'riq bo'ladi. Qo'llarda sezish pasayadi va shishadi. Bu bo'yin disk grijasi belgisi hisoblanadi. Bo'yin osteoxondrozi 40 yoshdan oshgan insonlarda deyarli kuzatiladi. Tomografiya qilib ko'rganda chiqadi. Lekin bu har doim ham bu kasallikni davolash kerak degani emas. Bu tabiiy holatda ham 40 yoshdan keyin kuzatiladi. Lekin bo'yin disk grijasida esa albatta davolash kerak. Operatsiyasiz ham davolash mumkin bu kasallikni. Vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak. Xo'p, davolovchi tavsiyalar qanday bo'ladi? Xo'p, bo'yin mushaklarini bir joyda qotirib ushlamaslik, bir nuqtada qarab o'tirmaslik kerak. Telefonda qorinda emas, ko'z barobarida ushlash kerak. Qorinda bo'lsa, enkayib ushlanganda bo'yin mushaklari qotadi va og'riq bo'ladi. Yostiqda ham bitta yostiqdan ko'p yostiqda yotish mumkin emas. Bo'yin qotadi va og'riq bo'ladi. Foydali bo'lgan mahsulotlar: sut, qatiq, kollagen, elastikka boy mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Xo'p, bo'yin mashqlari, bo'yin mushaklarini mustahkamlovchi mashqlarni, davolovchi mashqlarni qilish kerak. Fizioterapiya qildirish mumkin. UZT elektroforez, magnit qildirib bo'yin mushaklarini yumshatish mumkin. Bu kasallikni operatsiyasiz vaqtida davolasa bo'ladi. Xo'p, hayot tarzingizni o'zgartirishingiz kerak. Bir nuqtada e'tiborni jalb qiluvchi ishlardan yiroq turishingiz kerak. Bo'yin bitta holatdan ko'p holatga, ya'ni boshqa tomonga, bu tomonga o'zgartirib turuvchi ishlarni qilish kerak. Bitta nuqtaga qarab qiladigan ishlarda yana qayta qilsa, bu kasallik takrorlanadi. Shuning uchun tavsiyamiz, shu ishga majbur bo'lsangiz, 20 minutdan ortiq bitta nuqtaga tikilib qarab o'tirmang. Bo'yin mushaklari qotadi, kasallik rivojlanadi. Albatta 20-30 daqiqadan so'ng bo'yin harakatlantiruvchi mashqlarni qiling. Bu kasallikni qaytarish oldi olinadi. Xo'p, bu ikki kasallik ikkalasi farq qiladi. Bu ikkalasi bir xil kasallik emas. Ya'ni osteoxondroz va bo'yin grijasi ikki xil kasallik. Uni belgilari ham ikki xil bo'ladi. Yana qayta aytaman. Bo'yin osteoxondrozida bo'yin qotadi, bo'yin mushaklari va og'riq bo'ladi. Harakat vaqtida ham og'riq kuchayadi. Bo'yin grijasida esa bo'yindan boshlab qo'llarning uchigacha tortishish va og'riq, qo'llarda karaxtlik bo'ladi. Bu ikkala kasallikning asosiy belgilari hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.